oxirgi payt ko'rsataman-ku, har kuni mashq qilayotganim qizlar, ya'ni 5 minut steperda yurayotganim qizlar, shunaqangi mazza qilyapman, nima ma'noda? Prosta 5 minut qilaman, olib ketmaslik uchun, chunki men videolar uchun semiz yurishim kerak. No prosta qizlar, energiyam shunaqangi oshib ketyapti, prosta o'zim shunaqangi как звезда his qilaman, nima ma'noda? Qizlar, dopaminim ko'p ko'tarilib, hayotga qiziqishim oshib, energiyam ko'tarilyapti. Faqatgina 5 minut shug'ullanayotganimga. Aytmoqchiman, agar sizlarda ham energiya tushib ketgan bo'lsa, обязательно prosta любой mashq kiritinglar, terlanglar, mazza qilib, o'shanda shunaqangi kayfoviy energiya kelar ekan. 2 yil depressiyada yurdim, 2 yil kayfiyatim yo'q yurdi. Nima ma'noda? Uyda o'tirib, uyda ishlardim. Qizlar, har kuni telefon va umuman mashq qilmasdim qizlar. Va shu sababdan rosa pessimist bo'lib, energiyam yo'qolib, ko'zlarim yonish yo'qolib ketgandi. O'shanda siz yaqiningizda yoki o'zingizda shunaqa bo'layotgan bo'lsa, prosta mashq qo'shinglar qizlar. Har kuni 5 minut mashq qo'shinglar, terlanglar, yana ter chiqsin. O'shandan keyin вообще o'zingizlarning kayfiyatingiz zo'r bo'ladi qizlar. Bu videoni shunaqa yaqinlarga yoki o'zingizlarga обязательно saqlab olinglar, esingizda tutib, обязательно qilishlar uchun va yaqinlarga ham tashlab qo'yinglar. Kimda shunaqa holat bo'lsa, chunki onajonim mendan energiyam yo'qligini ko'rib, har xil videolar menga tashirdilar deb, bu real рабочий metod qizlar. 3 kun mana qilaman, mashq qilaman уже. No shunaqangi o'zim prosta zvezda deb his qilaman. Tasavvur qilasizlarmi? O'zimni shunaqangi sevyapman, energiyam shunaqa oshdi.